va ijara puli talabalar uchun ijara pullari va stipendiyalar vaqtida tushirish masalasi. Bu universitet o'zini qo'lidami yoki vazirlik qo'lidami? Deyarli hech qaysi universitetda stipendiyalar va ijara pullari o'z vaqtida tashlab berilmaydi. Stipendiya ta'minoti va ijara to'lovlari bo'yicha demak oliy ta'lim muassasalarini hisob raqamlaridan mablag' ajratiladi. Demak, o'sha xarajatlar smetasiga kiritilgan mablag'lar hisobidan to'lovlar amalga oshiriladi. Ko'pchilik oliy ta'lim muassasalari shu muddat belgilangan, demak, oliy ish haqlari to'lab berilgandan so'ng, masalan, 5-sanagacha ish haqlari to'lab beriladi va 5-dan 14-sanaga qadar stipendiya va ijara to'lovlari to'lab beriladi. Lekin unaqa 3 oylab stipendiyasini ola olmay yurgan holat yo'q. Unaqasi bo'lmaydi. Bu endi murojaat qilsam vazirlik darhol chorasini ko'rib, kerak bo'ladigan bo'lsa aybdorligi o'sha chorasini ham ko'ramiz va buni ta'minlaymiz.